Klassika fanta zavqi bilan to'qnashganda u paydo bo'ladi. Mazzali sermeva. Yangi Fanta Dushas. Fanta uslubidagi dushasni tatib ko'ring. Xohlaysanmi? Abbosbek Fayzullayev haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Abbos, familiyasi Fayzullayev. 2003-yil 3-oktyabrda tug'ilgan. Millati o'zbek, bo'yi 170 cm, vazni 60 kg. Laqabi Abbosinyo. Tog'asi tufayli futbolchi bo'lishni tanlagan. 2012-yildan beri tog'asi bilan yashagan. Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanidan. Futbol karyerasini ham Sirdaryoda boshlagan. Oilasida 6 kishi, 2 ukasi, 1 opasi bor. 9 yoshida Paxtakor akademiyasiga kelgan. 17 yoshida debyut qilgan. Hozir Rossiyaning CSKA komandasida o'ynaydi. 21-raqamda to'p suradi. 3 ta tilni biladi. Hozirgi kunda ispan tilini o'rganyapti. Transfer marketdagi qiymati 8 million yevro. Pozitsiyasi hujumkor yarim himoyachi. Rossiya Kubogi g'olibi, 3 karra O'zbekiston chempioni, 20 yoshlilar o'rtasida Osiyo chempioni bo'lgan. O'ng oyoq futbolchisi, Naruto animesi fanati. Qatarga qarshi o'yinda gol urib Naruto jesti bilan nishonlagan. Husanov bilan yaqin do'st va xonadosh. Oyiga $5000 sarflaydi. Krossovkalarni yaxshi ko'radi. Messini yaxshi ko'radi. Barselonani fanati. Asosiy maqsadi Barselonada o'ynash. APL dan ko'ra La Ligani afzal ko'radi. PlayStation o'ynashni yaxshi ko'radi. FIFA 25 o'yinini CSKA komandasi sovg'a qilgan. Osiyoning eng yaxshi yosh futbolchisi bo'lgan. Har bir o'yinidan oldin ota-onasiga telefon qiladi. Rossiya Kubogini yutganda o'zbekcha tilaklar qilgan. Flavis brendining ambassadori, oversize stilda kiyinishni yaxshi ko'radi. Yangi yilni oilasi bilan Dubayda kutib olgan. Abbos CSKAning DJ hisoblanadi. Yoshligida Carles Puyol bilan trenirovka qilgan. Eng yaxshi ko'rgan ichimligi kola. Sushini yoqtiradi. Ko'p qizlar bilan gaplashadi. CSKAdagi jamoadoshlarini osh bilan mehmon qilib turadi. Kapatsening o'zi ham Fayzullayevni maqtagan. Abbos trenirovkadan hammadan keyin chiqib ketadi. Hamali Navai va Joni qo'shiqlarini yaxshi ko'radi. Neymarning Instagram sahifasiga obuna bo'lgan. Adidas va Nike brendlarini yaxshi ko'radi. O'zbekistondagi komandalar ichida Paxtakorni ustun ko'radi. Spartak komandasiga qarshi o'yin qiyin deb biladi. PES 13 ni yaxshi ko'radi. PlayStationda Bavariya komandasini tanlaydi. Eng yaxshi ko'rgan sxemasi 4-3-3. 2024-yilda Villarrealga o'tishiga oz qolgandi. 2023-yilda O'zbekistonning eng yaxshi futbolchisi deb topilgan. U23 da o'ynagan vaqtlarini sog'inadi. O'zbekiston iftixori faxriy unvoniga sazovor bo'lgan. Kelajak bunyodkori medali egasi CSKA Fayzullayev bilan bir kun loyihasini olib borgan. CSKAga kelganida o'zi bilan butsilari va PlayStation olib kelgan. Jamoadoshlari bilan ispancha ham gaplashib turadi. Baliq go'shtini yaxshi ko'radi. Kuchli dieta qilmaydi. Musiqa eshitib mashq qilishni yaxshi ko'radi. Kommentariyalarni deyarli o'qimaydi. FIFA dan tashqari GTA 5 ham o'ynab turadi. Chayxona Aziya restoranini yaxshi ko'radi. Unwanted Boys bilan challenge qilgan. Fayzullayev Paxtakorda 32 ta o'yinda maydonga tushgan va 7 ta gol urgan. 2024-yilda Olimpiadada ishtirok etgan. Eng yaxshi ko'rgan mashinasi Lambo. Instagramda 600 mingdan ortiq obunachisi bor va 176 ta post joylagan. 428 ta odamga obuna bo'lgan. Fayzullayev dribling qilishni yaxshi ko'radi. Turkiyaga borgan. Ijtimoiy tarmoqlarda unchalik aktiv emas. Rasmiy YouTube akkaunti yo'q. Muxlislar tomonidan o'zbek Messisi deb chaqiriladi. Futbolchi bo'lmaganida o'qituvchi bo'lgan bo'lar edi. Intervyu vaqtida Husanov Abbosni o'g'irlab ketgan. Osiyo chempioni bo'lganida otasi bilan nishonlagan. Hayotda ham pozitiv. Hozircha shaxsiy mashinasi yo'q. Chempionlar Ligasi finalda hech kimga muxlislik qilmagan. Rossiya Kubogini brazilcha raqs bilan nishonlagan. Oilasi uchun uy sotib olgan. Sovg'alar berishni yaxshi ko'radi. CSKA bilan amaldagi shartnomasi 2026-yilda tugaydi. Bolaligida uyda futbol o'ynab, oynalarni sindirib qo'ygan. Sofascore bo'yicha o'rtacha reytingi 7 ball. Terma jamoa safida 8 ta gol urgan. Pyotr Chalov bilan yaxshi kelishadi. Jahon chempionatida o'ynash orzusiga erishdi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video agar sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim haqida chiqishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog', salomat bo'ling.